Salohiddin Ayyubiyning xristian ayollarga bo'lgan munosabati qanday edi? Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Video oxirida Salohiddin Ayyubiy haqida fikringlar vobshe o'zgarib ketadi. Lekin bu odam zo'r hislatlarga o'zman besh ketdim. 1187-yil. Qora tutun orasida qadimiy Quddus shahri jim turardi. 88 yildan beri bu shahar salibchilarning qo'lida qon yig'lardi. Endi esa shahar darvozasi oldida bitta zabardast, baquvvat, kuchli bir kishi turibdi. U kishining ismi Salohiddin Ayyubiy. U butun hayotini mana shu kun uchun bag'ishlagan edi. Lekin shaharga kirgach hech kim kutmagan narsa yuz berdi. Nima deb o'ylasizlar, nima yuz berdi? Ha, bu o'sha narsa. Men bu odamga aynan shu xislat uchun tan berdim. Salohiddin Ayyubiy boshqa zolim shohlarga o'xshab o'zini bosib olgan davlatini, xalqini xo'rlamadi. Navorot ularga yordam berdi va shu xislati bilan xalqi mehrini qozondi. Uning birinchi buyrug'i shunday bo'ldi: ayollar va bolalarga tegmang. Ular dushman bo'lsalar ham bizning mehmonimiz, dedilar. Shu joyda xursand bo'lib ketdim. Ayollarni hurmat qiladigan yana bitta inson bilan tanishganimdan. Xristian ayollarga keladigan bo'lsak, uni huzuriga bitta xristian ayol kelib dedi: "O'g'lim dushmanlarning qo'lida. Iltimos, sulton, meni eshiting, iltimos. Dushmanlar uni asir olishgan, yordam bering. Agar bu bola seni yig'latgan bo'lsa, meni ham yig'latdi. Bor, uni olib kel", dedi. Salohiddin hatto xristianlarni cherkovga ham tegmagan edi. O'tdagi ruhoniylar bemalol ibodat qilardi. Asalibchilar bo'lsa hayratdan yoqa ushlab, "Bu sulton bizni yuragimizni, qalbimizni zabt etdi" deb unga tan berishdi. Salohiddin shunday inson edi. Dushmanni qilich bilan emas, uni o'zini odamiyligi bilan zabt etdi. Xo'sh, Salohiddin Ayyubiyga bo'lgan fikringiz o'zgardimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi video kim haqida bo'lishini istaysizlar? Uni ham yozib ketinglar.